Ona nima bo'ldi? Ne настроениеңiz yo'q? Ular bo'lsam o'lib bo'ldim seni xotining dastida. Men bundoq qilib Ona, yostiq yetyapsizmi? Nima qildi yana? Yostiq, nima? Yostiq oti. Men ko'rganman, pasportida ham yostiq, ichim o'zi qo'yib olgan yostiq haydinglar meni deb. Endi ona erkalab aytaman-da, nima qildi yana hop sizga? Mana masal, ana qaragin qilayotgan ishini qara, qo'l ichida qilyapti. Qo'l tegdi. Ammo qanaqaman, meni yoshligimda bilasanmi nima deyishardi? Tejamgul qirtish deyishardi. Men otgan joyimda boqim qolmagan. Yaxshi o'tiribsizlarmi, onajon? Choy qo'y kerak emasmi? Yo'q, bolam, qo'ying, qilmay, o'zingiz qiladi. Rahmat, kerak emas joy, rahmat. Ona, hozirgina yomonlab turuvdingiz-ku? O'chir, o'kirma, kekirdagini cho'zib, sразу yetkazadi onasiga. Keyin telefon qiladi, meni boshim qotirib. Qara, qotgan ishni qara, yengil narsani ko'tarib olganda inqillaydi yana. Men bunaqa paytimda, mana senga 9 oyligimda o'rinlarni tushirib boshqatdan yiqqanman, sanduqlarning joyini o'zgartirganman. Bu Ona, iltimos, bo'ldi qiling. Nimaga shunaqasiz? Og'rishlarni qildirib turing. To'xta, men o'zim ko'taraman. O'tir, uni chiqazma. Ili men. Oyijon, kelinglar, ovqat tayyor. Ser go'sht qilib qozon kabob qilib qo'yganman. Voy, rahmat qizim, jonim, qo'llaringiz dard ko'rmasin, joningizga jonim g'idi-bidi. Eshitdingmi? Ser go'sht deganini. Sen qassobmisan yo sen adeyan qassobmi? Go'sht o'pirib yuborishni qara, men kartishkalik qilib, xonim qiling kechqurunga degandim. Ona, nima qilaylik unda? Biz chiqib keta qolaylik yostiq bilan birga. Men bunaqa xotinini yo'liga yuradigan bola tug'aman deb o'ylamoqdim.